Jannatmakon diyorimiz uzra go'zal va dilbar, maftunkor xalqimizning azaliy milliy qadriyatlari va an'analarini o'zida aks ettirgan umrboqiy bayramimiz, yasharish va yangilanish ayyomi Navro'zi olam xalqimizning ko'tarinki kayfiyatida xursandchilik bilan nishonlanmoqda. Muborak tumandagi Qarliq qishlog'i aholisi ham Navro'z bayramini barcha jabhalarda munosib kutib oldilar. Qishloq ahli Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Toshkent shahrida Navro'z bayrami tantanalarida so'zlagan nutqidan ilhomlanib, shu kunlarga yetganliklaridan kelajakka komil ishonch bilan yashamoqdalar. 76-Navro'zni nishonlayapman. Bu yilgisi menga hammadan ham boshqacha bo'ldi-da. Chunki bu yil nevaram kitobxon tanloviga, tuman bosqichiga, viloyat bosqichlarida barchasiga chiroyli ishtirok etib, bu yil grant asosida tarix fakultetiga o'qishga kirgani bu juda ham quvonch ustiga quvonch menga. Men ularni o'qish joyiga ko'p boraman. Ularni ustozlar bilan suhbatlashaman. Men o'qigan davr bilan tasavvur qilib bo'lmaydi. Juda bir ajoyib ustozlar, bilimli, tajribali, talantli ustozlar bor ekan. Yurtimizga obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish, yangiliklar kiritish kabi chiroyli amallarni yuzaga chiqarib kelyapti. Endi bu Navro'zni o'zgarchaligi yana shundaki, Prezidentimiz yoshlarga, o'quvchi qizlarga, endi qalliqdan ayniqsa Amerikaga borib o'zini ko'rsatib keldi. Bu bilan qonamiz. Chunki bunga Prezidentimiz katta keng yo'l ochib bergan. Mana shu qalliqni qizi Amerikaga borib o'qiyapti. Bu juda yutuqda, katta yutuq. Prezidentimizning har bir gapini jon qulog'im bilan tingladim va u kishini gaplardan shunday ruhlandimki, qani edi bir shunaqa bir imkoniyat bo'lsa-yu, men yana bir 18-25 yoshga kirsam-u, shu Navro'zni ichiga qaynasam, afsus, hamma siyosatlari yoshlar bob, hayot bob, dunyo bob, jamiyat bob juda chiroyli tashviqot olib boryaptilar. Mana bu olma daraxtiga, guliga qarab turib, shunaqa to'lqinlanib boryapmanki, buni qarangki endi, bu tabiatning mo'jizasida. Buni g'ujjug'na ochib gulini aynan bahorda, aynan mart oyida buni ochilgan guliga qarab quvonaman. Buni har bittasi bitta meva, har bir mevasi bir bolani rizqi. Ilohim rizqi mo'l bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, olmalar gullasin, giloslar gullasin, mevamiz mo'l bo'lsin, tinch bo'laylik, sog' salomat bayramlarni ko'pini ko'raylik. Shuni ta'kidlash kerakki, Qarliq qishlog'i tarkibida 6 ta mahalla bor. Ularda qariyb 30 ming aholi istiqomat qiladi. Qishloq ahli har yilgi an'anaga ko'ra Navro'z bayramini Qarliq stadionida o'tkazishmoqda. Bu bayramda katta-yu kichikning barchaning shodliklari va quvonchlari cheksiz. Chunki qadim-qadimdan ota-bobolarimiz, momolarimiz bahorga, Navro'zga, yangi yilga, yangi kunga yetkazgani uchun Allohga shukronalar qilishgan. Nuroniylar, faxriylar qishloq ahlini Navro'z ayyomi bilan tabriklab, yilimizning barakatli kelishini, dehqonchilik va chorvachilik va boshqa qishloq xo'jaligi tarmoqlarida hosillarning mo'l bo'lishini ta'kidlab, barchaga sog'lik, omonlik tiladilar. Bu yilgi Navro'z o'ziga xoslik bilan, ya'ni qadriyatlarimiz boqib bo'lsin, Navro'z degan sarloha ostida, nomi ostida qishlog'imizga, yurtimizga kelib kelyapti. Avvalambor haqiqatan ham bizni Qarliq qishlog'imiz eng qadimiy boqiy qishloqlardan bo'lib hisoblanadi. Bunda bizni qadriyatlarimiz hozir ham xalqimiz o'rtasida saqlanib qolmoqda. Ya'ni milliy kashtachilik, zardo'zlik va boshqa qadriyatlar, gilamdo'zlik kabi qadriyatlar saqlanib qolmoqda. Mana bular yoshlarimizga, o'rnak bo'lib yoshlarimizga mana shu qadriyatlarimiz o'rgatilmoqda. Avvalambor mana shu yurtimizda mana shunday bahor bayrami, mana shunday obodonchilik, yurtimizni tinchlik, omonlik, osoyishtalikda muhtaram Prezidentimizning xizmatlari juda katta. Yurtimizdagi qadriyatlarni rivojlanishda ham bizning muhtaram Prezidentimiz o'zlari bosh va o'zlari qosh bo'lib, o'zlarining tabriklarini ham aytdilar. Bu yil bizning qishlog'imizda juda ham katta obodonlashtirish ishlari olib borildi. Ya'ni yo'llarimiz asfaltlashdi. Bundan tashqari maktablarimiz, yangi maktablar qurildi. Butun obodonlashlik ishlari, ya'ni bu yilgi Yashil Belbog' tadbiri doirasida ham qishlog'imizda juda ham katta ishlar qilinib, katta bog'lar barpo qilinmoqda. Mana bunday yurtlarga mana bunaqa chiroyli bayramlar yarashadi. Bizning Qarliq qishlog'imizning tarixi ming yillardan ham oshiq. Ayniqsa bizning Qarliq qishlog'imiz mana katta Qarliq davlati bo'lgan. U asosan 4-asr, 6-asrlarda
u tarqalib butun yurtimizga, butun dunyoga tarqalgan. Aytaylik, mana Surxondaryoda, Samarqandda, vodiy tomonlarda, hattoki Afg'onistonda, boshqa joylarda bizning Qarliq elimizning avlodlari hozir ham yashab kelyapti. Bizning Qarliq qishlog'imizdan katta olimlar, katta fuzoralar chiqishgan. Bugungi dorilamon kunlarda esa Navro'z bayrami butunlay yangicha qiyofa va mazmun kashf etganligi bilan yanada ahamiyatlidir. Bugun yurtimizning qaysi bir go'shasiga bormang, ayniqsa qishloq va mahallalarda bu go'zal va dilbar bayram bahoriy iliqlik, ko'rkamlik bilan xalq sayli sifatida aholining ko'tarinki kayfiyatida o'tkazilmoqda. Bayramda barcha sohaning vakillari ishtirok etishyapti. Yana bahor keldi, yana olamda ajib bir tarovat, ajib bir bayot. Men seni qutlayman shu ulug' damda, ulug' yelkadoshim, muzaffar hayot. Mana yurtimizga Navro'z, yangilanish, yasharish fasli bahor keldi. Bahorning ajoyib bayramlaridan biri bu Navro'z olamdir. Kayfiyatlarimiz a'lo. Bayram juda chiroyli, ajoyib ko'tarinki kayfiyatda o'tyapti. Qishlog'imiz xotin-qizlari hammasi ish bilan ta'minlangan. Bahor bayrami juda bir ajoyib, hamma o'zgacha kayfiyatda, qizg'aldoq bargidek uchar dildan g'am. Toshqinlar kiradi qalbimga mening, bahoring muborak bo'lsin ushbu dam, mening O'zbekiston dilbar vatanim. Bu yil men uchun juda samarali yil bo'ldi desam mubolag'a qilmayman. Yurtimizda yaratilgan imkoniyatlar, tashkil qilingan o'sha ibratli oila ko'rik tanlovida barkamol avlod fuqarolar yig'ini hissasi bilan xotin-qizlarga imkoniyatlar yaratilganligi sababli shuncha oilani ichidan 900 ta oilani ichidan Qashqadaryo viloyati Muborak tumanida shu Qarliq qishlog'ining barkamol avlodi mahallasida ibratli oila sohibasi bo'ldim. Yana shu 2024-yilda o'quvchilarni ta'lim-tarbiya berishdagi imkoniyatlarni keltirilgan holatdagi maqolam g'olib deb topilib, ta'lim fidokori ko'krak nishoni bilan taqdirlandim. Sovrinlarga, shunaqa ko'krak nishonlariga, shuncha e'tiborlariga tushganimdan xursandman. Navro'z ayyomi, Navro'z yangilanish, yosharish bayrami hisoblanadi. Mana shunaqangi yangilanishlar, shunaqangi qo'llab-quvvatlashlar bizga yangi yilda yangi imkoniyatlar, yangi kuchlar, yangi g'ayratlar, albatta yangi g'oyalar, fikrlar tug'ilishiga sababkor bo'ladi. Navro'z bayrami saylida katta kichik birdek yayradi. Ayniqsa bolajonlarning quvonchi cheksiz bo'ldi. Ular stadiondagi attraksionlarda quvnab o'ynadilar. Qishloq maktablarining o'quvchilari va san'atkorlar tomonidan ijro etilgan kuy va qo'shiqlar barchaga xush kayfiyat bag'ishladi. Ana shunday keng qamrovli Navro'z bayramini 1972-yilda tug'ilgan yigit va qizlar tashkil etganlar. Ular bayram tadbirlarini tartibli olib borilishiga bosh-qosh bo'ldilar. Majmuamizda 26 minglik xalqimiz mana shu Navro'z bayramini keng nishonlamoqdalar. Navro'z bayramini bizning qishlog'imizda an'ana bo'lgan, ya'ni bir necha yillardan beri mana shu Navro'z bayramini yigit qizlarimiz Navro'z dasturxonini yozib, mana elimizga osh tarqatdik. Kam ta'minlangan oilalar holdan xabar olib, farzandlarini sunnat to'ylarini o'tkazib berdik. Bu an'ana bilan hammani tabriklayman. Yurtimiz tinch bo'lsin. Mana shu Navro'z elimizga qut baraka olib kelsin, dehqonchiligimizga baraka bersin. Bayramlarimiz bayramlarga ulashib ketsin. Mana bu bayram tashkilotchilariga, san'atkorlariga, oshpazlariga hammasiga chin yurakdan minnatdorchilik bildiramiz. Mana keladigan yilimiz yaxshi bir omadli, fayzli, barakatli yillar bo'lsin. Yog'ingarchilik ko'p bo'lsin, chorvalarga dehqonchilik barakasini bersin. Hammaning xonadonida mana shunday yaxshi kunlar bo'laversin. Qarliq viloyatimizning eng qadimiy qishloqlaridan biri bo'lib, bu yerda azaldan xalq hunarmandchiligi namunalari, kashchachilik, gilamchilik rivojlangan. Qishloq ahli, ayniqsa xotin-qizlar bu hunarlarni hozirgi kungacha ardoqlab davom ettirib kelishyapti. Navro'z bayrami saylida ham qishloq qizlari tikkan kashtalar, so'zanalar namoyish etildi. Bizlar yoshligimizdan shu momolarimizdan, onalarimizdan o'rganib kelgan milliy hunarlarimizni hozirgi zamonda avlodlarimizni davomchilari bo'lgan qizlarimizga, kelinlarimizga kashtachiligini, keyin mana qo'l mehnati orqali kamzul tikamiz moshinga mehnat qilib, chizib, shularni hammasini davom ettirib kelyapmiz. Avloddan avlodga shu eski udumlarimiz yo'qolib ketmasligi uchun harakat qilib hammamiz birlashib davom ettiramiz. Bu qadimda momolarimiz, bobolarimizga yigitlik paytida kiyov ro'molcha deb aytiladi. Kiyov ro'molcha, keyin
gilamlar, kashtalar, quroqlar bilan shug'ullanamiz. Gilamlar to'qiymiz. Ota bobolarimiz davridan beri momolarimiz to'qigan, endi biza to'qib kelatdik. Hozirgi davrda 3 ta qizlar bilan to'qiladi gilam, araba gilam. Shol gilamlar to'qiladi. Qo'limizda to'qigan gilamlarimizni qizlarimizni sepiga qo'yib, go'shangalarga uzatamiz. Kelin olganda kelinlarimiz qilib keladi. Qarriq qishlog'ida azaldan mamlakatimizda tanilgan nomdor polvonlar ko'p bo'lgan. Bugungi kunda ham ularning davomchilari ko'pchilikni tashkil etadi. Ular kurash tushib, milliy qadriyatlarimizni davom ettirgan holda viloyat, respublikada o'tkazilayotgan musobaqalarda sovrinli o'rinlarni egallab kelishyapti. Shu tufayli ham Navro'z bayramida qishloqda kurash musobaqalari o'tkazildi. Unda viloyatimiz tumanlaridan, qo'shni viloyatlardan kelgan kurashchilar ishtirok etib, o'z vazn toifalari bo'yicha kurashda bellashdilar va sovrinlarni qo'lga kiritdilar. Qishloqda katta polvonlar bor. Qishlog'imizda kurashga katta urg'u berilgan. Prezidentimizga rahmat. Mana shunday keng katta sport zallarni ochib berdilar. Chiroyli mana hozir ip tortishi bo'ladi mahalla bo'lib. Qishloq xalqi kurashga bir chanqoq xalq. Kurashga katta sovrinlar bor. Bir tuya qo'yganmiz, ho'kiz bor. Birinchi tovoq, ikkinchi tovoqlarga. Keyin yana mayda mollardan bor. Haqqoniy bo'ladi, haqqoniy. Agar kurash bilan shug'ullangan bola hamma narsadan sog'lom bo'ladi. Kurash bilan shug'ullanish kerak, sport bilan shug'ullanish kerak. Qarliqda o'tkazilgan Navro'z saylida barchaning katta-yu kichikning kayfiyati yaxshi bo'ldi. Ular bayram tadbirlarini miriqib tomosha qilishdi. Bayramga ishtirok etganlar o'ynadilar, kuldilar. Kelasi yilgi Navro'zga ham hammaning sog'-salomat yetkazishini so'rab, duoyi fotihalar qilishdi. Stadiondagi Navro'z bayrami to kechgacha davom etdi.